Va nihoyat, yangi qishloqqa yetib keldim. Oyog'ingni to'xta. Ortingga qarama. Qarayotganim yo'q. Joningdan umiding bo'lsa, ortingga qarama. Pullaringni chiqar. Aks holda men seni o'ldiraman. Yo'q, o'ldirishni hojati yo'q. Qo'limdagi barcha pullarni mana senga beraman. Bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Xo'p, mayli, ortimga qaramasdan sekingina ketaman. Iloji borsa ko'zingga ko'rinmayman. Bular meni oxirgi pullarim va men bularga kerakli narsa olaman, ya'ni non olaman va hozir shu yerda bitta odam turuvdi. Qayoqqa yo'q qoldi? Ajoyib. Bu inson menga bir dona zumrad uchun 6 ta non beryapti. Bu inson nonni narxi qimmat ekanini bilmaydi shekilli. Lekin menga farqi yo'q. Endi men topgan-tutganimni shu sandiqqa tiqaman. Chunki menda faqat sandiq bitta. Qiziq. Rais buvani uyi qaysi biri ekan? Men undan qarz olardim. Oyog'ingni. Men ortingdaman. Ha, ovozingdan tanidim. Sen meni kecha tunab ketgan bezorisan. Topding. Mana meni barcha pullarim shu. Endi qaytib ko'zingga ko'rinmayman. Xudo xolasa sen ham meni ko'zimga ko'rinmaysan. Iloyim teshib chiqsin. Mana oradan bir hafta o'tdi, lekin men hamon shu xarobada yashab yuribman. Senda hech bo'lmaganda xaroba bor. Meni uyimdan esa xotinim haydab yubordi. O'l latta. Xo'sh, agarda u o'g'rini ushlab olsak, men undan pullarimni qaytarib olaman va bitta yaxshi uy sotib olaman, u yerda ikkimiz yashaymiz. Lekin u o'g'rini hozirgacha hech kim ushlab olmagan. Mana ko'rasan, men o'sha o'g'rini ushlab olaman. Birinchi gumonlanuvchi shaxs mana shu uyda yashaydi. Hoydot! Meni pullarimni sen o'margasan, shundaymi? Men seni pulingni boshim beraman, bo'lmish. Bu uyda esa umuman hech kim yo'q. Bu ketish bo'lsa, men o'g'rini ikki dunyoda ham ushlab ololmayman. Menga boshqa reja kerak. Ha, tan olish kerak. Bu o'g'rini ushlash unchalar oson ish emas ekan. Gaplaring to'g'ri, lekin o'g'rini ushlashni boshqa bir yo'li bor. Yo'q, rostdanmi? U o'g'rini ushlashning yo'lini unda ayting menga. Hozirgina bankning ochilish marosimi bo'ldi. U bugun kechqurun albatta u bankni o'margani keladi. Demak, bugun uni qo'lga tushiramiz. Mana roppa-rosa soat 10 bo'ldi. Yaxshi, endi bugun uni albatta qo'lga tushiramiz. Mana buni xurrak ochishini qaranglar. Oyoqdan battar uxlaydi-ya. Turay o'rningdan. Hem o'rningga seni. Ah, murnim, endi men seni ustingdan yozaman. E'tibor bermaymiz. U hozir aroq sarayapti. Kechqurun ichib olgan edi. O'zi u qayerga ketdi? Ha, mana ekan. Kayping tarqadimi? Bu tovar shunchaki men ustimdan izdivosiya qilyapti. Mana o'sha bizning yangi ochilgan bankimiz. Bu g'irt ko'rishi ahmoqona bo'lgan bank, chunki buni qurgan ustalar shunchaki san'atga tupurib qo'yishgan. O'g'ri allaqachon kelib bo'lgan bo'lishi kerak, chunki eshik tagida hech qanday soqchilar yo'q. U kelganingiz yaxshi bo'ldi, ichkariga bir esa kirib ketdi. Albatta, shuning uchun keldim. Hech kim yo'q-ku. Bora senga. Ah, boshim yo'lib ketay deyapti-yu. Sen meni boplab chuv tushirding. Meni ishlarimga bekor aralashding. Endi sen shu yerda chirib ketasan. Yo'q, qishloq odamlari meni albatta topishadi. Bu yer qishloqdan anchagina uzoqda. Bu yerdan hatto tuqqan uni ham topolmaydi. Balki gaplaring to'g'ridir. Lekin baribir seni qo'lga tushirishadi. Mana o'shanda ko'rasan. Hey, kimdir bormi bu yerda? Juda tanish ovoz. Bu kim bo'ldi? Va nihoyat, kravatdan turdingmi? Meni bu yerda ekanimni sen qayerdan bilding? Kechqurun bankni oldiga borgandim. Kimdir seni sudrab ketayotganini ko'rdim va ortingizdan kelaverdim. Xullas, hozir gapni cho'zishni ma'rida emas. Ana u dastakni tort va men bu yerdan chiqaman. Nima uchun dastingni tortishim kerak? Men ozod bo'lishim uchun, bu yerdan chiqishim uchun tortasan dastakni. Sen meni burnimga poplab tushirganing-a? Kechirim so'rashimni istayapsanmi? Pashol nahoy. Bu yerda turgan o'g'ri qani? Qochib ketdi. Pullar qayerda ekanini bilasanmi? Narigi xonada bo'lishi kerak. Yaxshi, bu demak pullar shu xonada ekan. Ha, mana hammasi shu yerda. Pullarni hammasini oldim. Endi bu pullarni borib rais buvaga topshirish kerak. Quloq menimcha shu tarafda bo'lishi kerak. To'g'ri, men o'g'rini ushlay olmadim, lekin pullarni qaytarib oldim. Endi men bu pullarni rais buvaga beraman va uni 3 dan birini menga beradi va men o'zimga uy sotib olaman. Bizning rais juda qurumsoq bo'lgani uchun meni pullarimni qaytarib bermadi, lekin o'rniga uy qurib berdi. Bu uyga meni birinchi marta kirishim. Eshikni yopib qo'yamiz, pashalar kirmasin. Voy bila. Ikkinchi etajga eplasang chiqib ol deb qo'ygan zina-yu bu. Juda ahmoqona ekan. Ammo ikkinchi qavat uncha chakka emas.
Kravatlar ham juda ajoyib ekan. Juda yumshoq ekan. Bu yerda kravat ikkita, chunki bittasi menga, bittasi do'stimga edi. Lekin do'stim shu paytda xotinim bilan yarashib oldi. Rosa men bu yerda uzoq qola olmayman, chunki mana bu zinopoya meni asabimni o'ynayapti. Afsuski meni oldimda hech narsam yo'q. Na bir yegani, na bir konga borgan hech narsam yo'q. Faqat mana bu 3 yil nayzadan boshqa. Bu nayzani men o'sha kuni o'g'lining oldidan qaytayotganimda topib olgan edim. Juda ham zo'r nayza ekan. Bu nayzani bitta ajoyib xususiyati bor. Uni otib yuborsam qaytib keladi. Menga bu nayza juda ham yoqqani uchun men uni o'zim bilan olib qolaman. Hozir mana bu go'limga otsam, ortimdan qulab yuradi. Hozir qani. Hoppa! Zo'r nayza ekan, menga rosa yoqdi. Bitmagan ishimni oxiriga yetkazib qo'yish uchun bu yerda turibman. Hozirgina mening do'stim ichkariga kirib ketdi. Mana u. Xo'sh, uni ko'rdingmi? Albatta, u ichkarida turibdi. Men bu o'g'rini boshqa qishloqlarga ham tahdid solmasligi uchun uni davlatga topshiraman. Qimirlamasang o'zingga yaxshi bo'ladi. Meni qanday topding deb so'rab o'tirmayman. Xo'sh, endi meni nima qilasan? Qamab qo'yasanmi? Yo'q, menda boshqa reja bor. Hukumat unga eng oliy jazo berdi. Mana uning o'zi. Aynan uni jazolashni meni bo'ynimga yukladi. Chunki uni men tutdim. Va men bu jazoni bajaraman. Bu jazoni menimcha ko'p insonlar bilsa kerak. U mana shuning ichida oyoq-qo'llaridan bog'lanib yotibdi. Mana. Battar bo'l.